Toshkent Gumanitar fanlar universiteti barchangizni Navro'z bayrami bilan muborakbod etadi. Buncha odam ko'p deb o'ylayotgan bo'lsanglar, bugun Toshkent Gumanitar fanlar universitetida Navro'z sayli. Bekorga tepadan ko'rsatmayapman. Odam juda ham ko'p. Aziz yoshlar, aziz talabalar, sizlar yangi O'zbekistonning ertangi kuni, yurtimizning ishonchli tayanchisiz. Yana bir bor sizlarni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. O'zi bir beradi. Farg'ona viloyati. Ikkinchi o'rin sohibi Xorazm viloyati bilan maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi qizlarimiz g'olib bo'lishdi. Birinchi o'rnimizni Surxondaryo viloyati. Barcha g'oliblarimizni yana bir bora muborakbod etamiz. Esingdami yom 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 Milyonlar ichida روی شیرین قندی نبات شیرین لبلبی بول ماهی تبانه شیرین bor o'shalarga bor agar sevsa seni mendan ham kuchliroq. Aytgancha, bu videomiz ikkinchi qismi. Agar birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, biz sizga ko'rishni tavsiya beramiz.